Bled ko'li rasmlarini ko'rganmisiz? Bilasizmi, shu joyda mavsumda ishchilar yetishmaydi. Sloveniyada turizm mavsumi kelishi bilan mehmonxona, restoran, tozalash va xizmat ko'rsatish ishlariga odam olinadi. Ayniqsa, Bled ko'li atrofida. Shuningdek, qishloq xo'jaligida meva terim, issiqxona va ombor ishlariga ham mavsumiy ishlar bor. Ba'zi ishlar tajribasiz ham olinadi. Ishni faqat rasmiy manbalardan qidiring. www.ss.gov.se www.moyadelo.com www.yes.europa.eu Agar sokin, toza va xavfsiz mamlakatda ishlashni xohlasangiz, Sloveniya siz uchun bo'lishi mumkin. Keyingi videoda qaysi davlatni ko'raylik?